Qutuluq tamoq. Maktab müdiri Tutun ilib, o'quvchilar tushlik tamoq yeydigan oshxonani ko'rgili bordi. Maktab müdiri Tutuga ko'pchilik faqat tushlik tamoq yegan chog'dala tramvayda bo'lmasdan, balki zalga to'planganligini aytdi. Zal baya Tutu chiqqan tosh palampayning ustida edi. Ular zalga kirib edi, o'quvchilarning varang-churung qilishib, part o'rindiqlarni yo'g'on bir doir qilib tizishi bilan paypitek bo'layotganligini ko'rdi. Toto bir bulungda qarab turardi. Tuyuqsiz u maktab mudirining peshidan tortib turib, "Boshqa o'quvchilar nega ketdi?" deb so'radi. Maktab mudiri, "O'quvchilarning hammasi mushu." "Hammasi?" Totoning ishongisi kelmadi. Chunki bu yerdagi o'quvchilarning hammasi burungi maktabning bir sinfidagichilik chiqardi. "Butun maktabda 50 necha o'quvchi bormi?" "A, dedi maktab mudiri. Toto bu maktabning qaysi tarafidan bo'lsin, burungi maktabga o'xshamaydiganligini o'ylab yetdi. Hammalar o'ltirib bo'lgandan keyin maktab mudiri, "Hammanglar dengizning ta'mi bilan tog'ning ta'mini olg'ash keldinglarmi?" deb so'radi. "Olg'ash keldik!" O'quvchilar bas-basda qutuluq tamoqlarining ig'zini ichishdi. "Men qarab baqay." Maktab mudiri partiyalar bilan cho'rdilangan yo'g'on doiraga kirib, o'quvchilarning qutuluq tamoqlarini bir-birlab ko'rdi. O'quvchilar kulishadi, unlik so'zlashadi. Oshxona ichi intayin qizib ketgan edi. "Dengizning ta'mi, tog'ning ta'mi degani nimadu?" Toto nayt ajablandi. Ammo qanday bo'lsin, bu maktab intayin xalikda, intayin qiziqarli edi. U tushlik tamoq vaqtining shu qadar xo'shallanadiganligini, kishini shundoq hayajonlantirganligini o'ylab bo'lmagan edi. Ertadan boshlab o'zining part oldida o'tirib, maktab mudiri afandiga dengizning ta'mi, tog'ning ta'mini ko'rsatadiganligini o'ylab, xushalliqdan toza bir to'g'ri o'tkisi keldi. Chınqı tush aptapi qutluq tamoqlarni ko'rishga aldirayotgan maktab mudirining nurisiga nurini chachatdi. "Bugundan boshlab maktabga boraman." Tunuygun maktab mudiri Totoga, "Bugundan boshlab siz bu maktabning o'quvchisi bo'ldingiz" degan edi. Toto uchun aytganda, ertaning yetib kelishini kutish shuncha uzoq tuyuldiki, bu haqiqatan azaldan bo'lib boqmagan tuyg'u edi. Odatdagi chaqda saatda Toto anasi tarafidan turg'izilgandan keyin ko'pincha karutida yana birdan esangirab o'tirib oladi. Ammo bugun atigan anasini so'zlatmayla o'z o'rnidan turdi. Shundaqla paypoqni kiyib, qo'sh asmaliq sopkisini murisiga artib olib, uydagilarning o'rnidan turishini kutdi. Uyda vaqtga eng rioya qildigani patich it Roki edi. U Totoning xalit harakatini ko'rib, ixtiyorsiz Totoga ajabnish nazarda qaradi. Ammo yana huruluq bilan so'zilib olib, Totoning yiniga yaqin keldi-da, biror yangi boshlanish bo'lishi mumkinchiligiga intizor bo'ldi. Anasi hammadan bak chapa chekdi. U aldirab tinab, dengizning ta'mi, tog'ning ta'mi bar qutuluq tamoq tayyorladi. Totoni nashta qildirib bo'lib, yana uning bo'yniga oyliq bilan qisquchni asdi. Yuttirib qo'yishdan saqlanish uchun oyliq bilan qisquchiga yung yip o'tkazib bergan edi. Chashlari tixichili qalay baqan turgan dadasi Totoga, "Obdan bola bo'l ha qizim" dedi. "Albatta shundoq bilmanda." Toto so'zlagach, eshikning oldida oyoqini kiyib, uyning eshigini ochdi. Andim birdala keyniga burilib, ota-onasiga izzat ekran bilan ta'zim qildi. "Dada, ana, men ketdim." Totoning maktabga mingishiga qarab turgan onasi yig'ilib etkili tas qoldi. Shundoq tetik va adablik, samimiy ham shadman Totoning yiqitili maktabdan haydalganligini kimmi o'ylasin? Ilohim, yangi maktabda hamma ishlar o'ngishli bo'lg'ay. Anasi ko'nglida shundoq o'yladi. Ammo ko'zni yumib ochqicha anasi hang-tang qolgandan sakrab etkili tas qoldi.
Chunki anisi Toto'nun baya öz alayından onun boynuğa esip koygan aylık biletini Rocky'nin boynuğa esip koyganligini ko'rib qalgan edi. Anisi bu bola zodi nima qilmoqchidu deb qaymoqib qoldi. Ammo u hech nima demasdan Toto'ning nima qilmoqchi ekanligini ko'rib biqishni o'yladi. Toto aylık biletini Rocky'nin boynuğa asgandan keyin so'ngziyib Rocky'ga "Qandaq? Bu aylık biletning sho'ynisi sana toza mos kelmaydigandek turdi" dedi. Ras, Rocky'ga nisbatan aytganda sho'yni bak uzun bo'lib, aylık bilet yeri so'rilib qolgan edi. "Bilamsan, bu mening aylık biletim, sening emas. Shuni sen tramvayga o'ltirsang bo'lmaydi. Men maktab mudiridan yana bekatlik odamdan so'rab baqay. Agar ular bo'ladi deb qolsa, sen bu maktabga bora olaysan. Bilmadim, bo'lamdi, bo'lmamdi." Rocky quloqlarini tinqaytgancha Toto'ning so'zlarini astoydil angladi. Toto'ning gapi tugishi bilan u ayliq biletni yalab qo'yib, andin uzun bir asindi. Biroq Toto'ning so'zi yana boshlandi. "Tramvay sinib mangmaydi ekan. Shu meningcha sinfda ayliq bilet kerak bo'lmaydi. Qisqasi, bugun meni saqlab tur, ha?" Buningdan ilgari Rocky har kuni Toto'ga hamroh bo'lib maktabning darvozasiga chizib borardi. Andin yana o'z uyiga qaytib keladi. Bugunmi Rocky shunday qilishni o'yladi. Toto ayliq biletni Rocky'ning boynidan ilib, nayt qadrliginicha o'zining boyniga esib oldida ota-onasiga yana bir navbat "Men ketdim" dedi. Bu qitim u ikkinchilab orqaga burilmay, qo'sh asmliq sumkasini paloq-paloq qilgancha yiroqlab ketdi. Rocky'mu gavdasini loqildatib Toto bilan yondashib yugurdi. Bekatga boradigan yo'l bilan avvalgi maktabga boradigan yo'l o'xshash tugudaylar edi. Yo'l bo'yi nurg'un tunish mushuk itlar uchrab turardi. Yana avvalgi maktabdagi saboqdoshlari Toto bilan surkilishib o'tadi. Har qatim mushundaq chaqda Toto "Ularga ayliq biletini ko'rsatib qo'yaymi, qandaq? Ular cho'qim qattiq cho'chib ketar" deb o'ylaydi. Ammo Toto yana "Kechikib qolsam chatoq bo'ldi. Buguncha bo'ldi qilay" deb o'ylab qadamini texim tezlatdi. Toto bekatga kelgandan keyin aslida so'lga qarab boqardi. Ammo bugun o'ngga burildi. Bichara Rocky ansirgan holda qadamini to'xtatib, uyon-bu-yoqqa qaradi. Toto bekat tekshirish eg'iziga berib bo'lib, yana qaytib keldi-da, gangrab qolgan Rocky'ga "Men burungi maktabga bormaydigan bo'ldim. Yangi maktabga boraman" dedi. Andin Toto Rocky'ning yuziga yuzini yiqib, yana Rocky'ning qulqini burab baqdi. "Sal sesiq birovdi-du, biroq menga nisbatan yanil sesiq emas." Toto shilani o'ylab, neri qardi. "Xayr, xo'sh." Toto bekatlik odamga ayliq biletini ko'rsatib, bekatning egiz palambayiga chiqdi. Rocky g'ingshig'inicha Toto palambayiga chiqib, uzoq ketguncha qarab turdi. Tramvay sinib. Toto qo'lini tramvay sinibning eshigiga uzatdi. Bu tunugin maktab mudiri uningga ko'rsatgan sinib edi. Bu vaqtda maktabda texnik birim odam ko'rinmaydi. Hozirgi tramvayga o'xshamaydigani burungi tramvaylarning eshigida tortquchi bo'lib sirtdan oshqin bo'ladi. Toto eshikning tortquchini ikki qo'li bilan tutib olib, o'ngga birni to'lg'idi. Tramvayning eshigi darhol ochildi. Toto yurak po'kilgancha beshini eshikning ichiga so'zib, tramvayning eshigisiga qaradi. "Vah! Bu yerda haqiqatan bir tarafdan o'qig'ach, yana bir tarafdan sayl qilgandek bo'ladi. Tramvayda yukda sidigisi bor bo'lib, tramvay derazalari butunlay aslidagi payda edi. Agar o'xshamaydigan yeri bor deyishga to'g'ri kelsa, shofirning o'rniga doska almashtirilgan. Tramvayning uzun o'rindiqlarini cho'vertib, boshlang'ich maktab o'quvchilari ishlatilgan parta o'rindiqlarni yangilashgan. Parta o'rindiqlar tramvay oldiga mang'ilgan tarafga qaratib tizilgan edi. Boshqalari
To'rus bilamdi, Pol bilamdi, hammasi tramvayning aslidagi qiyofati edi. Toto ayqini silib o'tib, tramvayning ichiga kirdi-da, kimningdir birining o'rnida o'ltirdi. O'rindiq burungi maktabdagi o'xshash yog'och o'rindiq edi. Ammo uning o'ltirgan kishining kayfiyati intayin yaxshilanib, shu petish o'ltiravergisi keladi. Totoning gul qaqalari ichirib, ichida. Bu shundoq obdan maktabgan. Men cho'qim darsdan qolmay har kun kelaman, deb qaror qildi. Toto derazasidan qaradi. Tramvay harakatlanmagan bo'lsa-mu, ammo maktab qo'risidagi gulgiya, daraxtlar shamolga agishib, ing'ashayotganlikdan bo'lishi mumkin. Tramvay minib ketgandek tuyg'uda bo'ldi. "Bah, ajab xush bo'ldim." Toto o'zini besib ololmay uyga chiqib ketdi. Andan kishini deraza aynikiga mahkam chaplab, burun xush bo'lgan chaqlardek udarga tushmagan bir ahangda naqshi etqila turdi. "Ajoyib xushalman, nima ish qiliqini so'ramsan?" Totoning naqshi dal shu yerga kelganda tramvayga birisi chiqdi. U qiz bola edi. U somkasidan xatir daftar bilan qalamdonni ilib partab qo'ydi. Andan putini uchida dastlab yuk taksiga somkasi va oyoq solgan xaltasini qo'ydi. Toto naqsini darhol to'xtatib, yalqi qizning harakatlarini bir navbat to'g'ridi. Orqadan yana bir o'g'il bola chiqdi. U tramvay eshigining oldida turib, somkasini basketbol atgandek yuk taksiga atdi. Yuk taksi qattiq silkindi-da, somkasi qanqib chiqib polga tushdi. Yilqi bola, "Yengildim!" deb qo'yib, asl o'rnidan yana somkani setiga atdi. Bu qatim somka setiga chiqmadan tushdi. U bola, "Qalbi qildim!" deb varqirdi. Ammo orqadan yana "Yengildim!" deb to'g'ladi. Qattiq yamishib chiqib, setigidagi somkani ochdi-da, qalamdan bilan xatir daftarni oldi. U bu narsalarni ilib olmayla somkani yuk taksisiga etib o'tkazga "Yengildim" degan bo'lsa kerak. Shunday qilib, bu tramvayga jami 9 o'quvchi chiqdi. Bular tramvay maktabidagi 1-yillikning o'quvchilari